mahalla Ibn Sino mahallasidan kelib, terib o'tiribmiz. Mana kuniga 150 kilo, 160 kilo terib, 300 ming, 350 minggacha daromad olib turibmiz o'zimizni. Xudoga shukr foydamizga. O'zi men to'g'risi orzuyim edi, muzlatkichim yo'q edi. Bugun bizga juda ham xursand qilib hokimimiz muzlatkich topshirdilar. Chiqinglar, mana teringlar, Buxoromizga hissa qo'shinglar. Men Qo'chqorova Oliya, 27 Sharq Yulduzi mahallasidanman. Men metrobodnik bo'lib ishlaganman. Bobo bilan ikkamiz 11 yildan beri paxta teramiz. Har kun 160, 150 kilogram har kun paxta teramiz. Hozirgacha 10-sentyabr 10 million pul oldik hozirgacha. Yana teramiz, oxirigacha teramiz. Pullarni nabiralarga ishlataman. Bolalarimga yordam beraman. Men 18 ga shu yaxshi paxta terganim uchun meni konditsioner bilan taqdirladilar. Toza havo, uyga o'tiramiz. Paxta kelinglar, paxtaga teringlar. Paxta yaxshi. Har kun 100-150 kilo paxta teraman. Oilamiz uchun hamma uchun daromad bu. Kelinglar. Sizlarga ham daromad bo'ladi. Birinci 50 kilo paxta teraman kuniga 300 ming so'm daromad qilaman. Oilamga daromad qo'shimcha 10 kunga 3 million bo'ladi. Konditsioner oldim, ishlayman shera. 3 milliondan ortiq ishladim shera. Paxta terimidan oldim, suyul hisobdan yig'ib qo'yibman. Konditsioner olaman degandim. Rahmat, konditsionerlik bo'ldim. Paxta ter desangiz, men teraman, men gapira olmayman. Qo'roq shahridan paxta yig'im terimiga o'z hissamni qo'shishga kelganman. Ana 13-silardan paxta yig'im terimiga shu yil chiqdim. Yaxshi, ana 165, 137, 155 kilo teryapman. Ana Chorbakirdan terdik. Pitsa fabrikadan terdik. Juda ham yaxshi paxta. Bir xila uyga o'tiribdi, ko'rmay paxta yomon deydi. Juda ham yaxshi tersa bo'ladi. Ana o'z hissamizni qo'shamiz. 150 dan oshdi mana kechadan. Xaladelnik berildi. Bularga katta rahmat. Ana 320 ming. 300, 250 dan oshiq olyapman. Yaxshi, har kuni olyapman. Ana kechani o'ziga 4 gap 13-silarga chiqqan bo'lsam, 4,5 million yegan ichganimdan boshqa nevaralarim massaj qilaman deydi. Ulardan boshqa ularga ham pul berib qo'yaman. 4,5 million belini bog'lab tashladim. Yaxshi paxtalari teryapmiz. Tersalar bo'ladi. Uydagilar bekor o'tirmay hamma nima sharoitlar taq. Issiq ovqat, samovarlar, suvlar hammasi tayyor. Yaxshi. Minnatdormiz hammadan.